Assalomu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugun biz nima uchun diabet kasali bo'lganlarning sababini va uning davosini qisqacha so'zlab o'tmoqchi. Navoda sizda diabet kasali bo'lsa, bu kasalni tushunishingizga va qanday qilib bu kasalga giribtor bo'lganligingizga bir izohat bo'lsa deb o'ylayman. Biz hozir sog'lom odamning qanday shakarining miqdori bilan boshlaydi. Normalda 1 dl qonda 80 mg atrofida shakar bo'lsa, buni biz normal deymiz. Bu bir qo'shiq shakarning miqdori bilan barobar bo'ladi. Demak, butun qon aylanish sistemamizda eqib turgan umumiy shakarning miqdori bir qo'shiq shakar atrofida kontrol qilinadi degan gap. Navoda 3 vaqt tamoqni voyaga yetkazib yeb, demak to'yinib yeb demakchi. Yana oraliqlarda ushshaq-chushak yemeklarni yesak, bu chog'da badanga kirgan ozuqlarning shakarga aylangandagi miqdori taxminan 31 dona qo'shiq shakarning miqdori bilan teng bo'ladi. Buni taxminan 31 dona qandga bilan miqdori bilan teng bo'ladi deb o'ylasak ham bo'ladi. Navoda biz tomoqning 3 vaqt tomoqning sirtida yana tatliq yemeklarni yeb qolgan bo'lsak yoki bo'lsa tatliq ichimliklarni ichgan bo'lsak, u chog'da texim yuqori bo'ladi. Badanga kirgan shakarning miqdori texim yuqorilaydi degan gap. Masalan, olsak, Coca-Colaning masalan bir botluk ichib qolgan bo'lsak, cho'ng kichikligiga qarab buning ichidagi shakarning tarkibi albatta o'xshash bo'lmaydi. Navoda 250 gramlik ichgan bo'lsak, uning tarkibidagi shakarning miqdori 39 gram. 500 gramlikda 65 gram shakar bor. 1 litrlikda bo'lsa 108 gram shakar bor. Demak, tatliq ichimliklarni ichgan chog'da yoki tatliq yemeklarni yegan chog'da, u chog'da badanga kirgan shakarning miqdori texmi o'rlaydi. Lekin diabet kasali bo'lmagan odamlarning qandni tekshirgan chog'da, u chog'da davomli normal chiqadi. Normal chiqadi. Asli yuqori bo'lib ketishi kerak. Nima uchun odatda normal bo'la oladi desak, bu badanimizdagi oshqozon osti bezining insulin ajratib chiqarib tangshishi orqali normal tura oladi. Biz yemek yeganda oshqozon uchay sistemamiz orqali qonga so'mirilib kirdi. U chog'da qonga kirgandan keyin shakarning miqdori 80 mg atrofida saqlanadi. Uningdan oshgan qismini insulin qon tomirlaridan ilib badandagi boshqa a'zolarga yo'tkaydi. Buni biz insulinni saqlash hormoni deymiz. U boshda shakar holatida jigarda saqlaydi. Demak, biz 365 kun 3 vaqt ozuqlarimiz emasmi, u chog'da davomli kiradigan shakarning miqdori, ozuqlik miqdori davomli yuqori holatda turadi. Turgandan keyin u chog'da insulinmi yuqori holatda turib, buni taqsimlab turadi. Birinchi saqlaydigan a'zo shakar holatida jigarda saqlaydi. Oshgan qismini jigardan boshlab mayga aylantirib saqlaydi. U chog'da u may hujayralari badanimizda davomli jiqib saqlanishga boshlaydi. Demak, butun uchay oralarini may qoplaydi. Undan keyin terining ostlarini may qoplaydi. U chog'da samirishga boshlaymiz. Undan keyin teri ostidagi may. Undan keyin bag'ansira biz shu yemek odatimizni o'zgartmasak, davomli kiraversa, tatliq yemeklarga amroq bo'lsak degandek, bu badandagi mayning miqdori saqlangan zapas maylar jiqlaverdi. Chunki davomli shakarning miqdori yuqori, insulinning miqdori yuqori bo'lgandan keyin insulinning xizmati bu qondagi yuqorilagan shakarni normal qilish uchun cho'qim bu ortiq shakarni zapas holat saqlash kerak. Bu zapas saqlashga shu may holat saqlay oladi. O chog'da
Sol tarafdagi normal yurak, o'ng tarafdagisi may qaplab ketgan yurak. Andagi jiga may qaplagan jiga simirib qo'saq yo'g'nashqa boshlaydi bu chog'larda. Andikin oshqozon osti bezini may qaplaydi. Oshqozon osti bezini may qaplab bo'lgandan keyin andin qon qanti benormal bo'lishga boshlaydi. Chunki may qaplangan hücreler o'zining normal funksiyasini joriy qildira olmaydi. Shuning uchun oshqozon osti bezi normal insulin ajratib chiqara olmaydigan holatga kelishga boshlaydi. Bu chog'da bizda shu diabetning oldingi alomatlari ko'rilishga boshlaydi. Bag'ansiri ig'irlaversa, keyin butunlay insulin ajratishdan to'xtaydi. Andikin bu chog'da qon qantik shakarni normal holatda kontrol qilolmagandan keyin bu yuqori bo'ldi. Bu chog'da biz diabetes deb diagnoz qo'ya olamiz. Lekin diabet deb diagnoz qo'ygan bilan aslida oshqozon osti bezi hujayralarining normal funksiya iqtidori bor, lekin ular may qaplab ketganlik sababi bilan normal ishlamaydigan holatga kelgan. Undaqda qanday qilib buning iqtidorini asliga keltiramiz desak, albatta bu maydan ozod bo'lsa, may yo'qolsa, bu chog'da u normal ishlaydigan holatga kelish ehtimoli bor. Shuning uchun biz badanga kiradigan kirimni ozlatsak bo'ldi degan gap. Yemeklikni azlatsak bo'ldi. Endi yemek yeganda sog'lom yemek yeyishga nihoyat diqqat qilish kerak. Masalan, badanga kirgandan keyin qandga aylanish mumkinchiligi bo'lgan yemeklardan parz tutsak bo'ldi. Endi pat ro'z tutsak, bu badanimizga vaqt beramiz. Bu saqlab olgan energiyalarni ishlatib xo'ritishga vaqt beramiz. Navoda uzoq vaqt davomli ro'z tutib bersak, bu chog'da bularni ishlatib tugatgandan keyin badandagi maylar ozlagandan keyin bu hujayralarning hammasi normal ishlashga boshlaydi. U chog'da normal ishladi degandan keyin u chog'da diabetes kasalligidan saqayg'ili bo'ldi degan gap. Undaqda bu diabetes kasali bo'lganlarning ba'zanlarning necha yil bo'lgan, ba'zanlar insulin ishlatadi, o'xshamagan ba'zanlar dori yeydi, ba'zanlar yemekdan parz tutadi degandek o'xshamagan holatda bo'ldi. Shuning uchun men maslahat berish nimasi Uyg'ur sog'lomlik qonunining Facebookda ambulatoriyasi deb maslahat berish beti ichib qo'ydim. Shu yerga navoda tanishtiringlar, diabet kasali bo'lsa yoki o'zinglar bo'lsa, shu yerga kirib messenger orqali o'zinglarning ahvolini yozib qo'ysanglar, men bilan aloqalashsanglar, men uningga qarta sizlarga qanday oziqlanish, qanday qilish degandek maslahatlarni berishga inshaalloh tayyor. Shuningga shu yer bilan aloqalashaylik. Davomli shu sog'lom oziqlanish va qanday ro'z tutishni qanday tutamiz degan temalarda yana inshaalloh kelarki programmalarimizda ko'rishimiz. Ko'rishgacha Allohga omonat.